Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qorin pardani o'rganamiz. Demak, qorin parda peritonium, qorin parda qorin bo'shlig'i devorini hamda qorin bo'shlig'i ichidagi a'zolarni turli xil o'ragan seroz parda hisoblanadi. Qorin pardada ikkita varoq bo'ladi. Parital hamda visceral. Parital varog'i yuqorida aytganimizdek qorin bo'shlig'ini devorini o'rasa, visceral varog'i qorin bo'shlig'idagi, demak, a'zolarni o'raydi. Va parital va visceral varoqlar orasida demak bo'shliq bo'ladi. Biz uni qorin parda bo'shlig'i deb aytamiz. Ya'ni cavity peritoneum. Demak, parital varoqni biz peritoneum paritale, visceral varoqni bo'lsa peritoneum viscerale deb aytamiz. Qorin pardani umumiy sathi 1,71 kvadratni tashkil qiladi. Qorin parda bilan qorin devori orasida tarkibida yog' to'qimalari bo'lgan demak qatlam bor. Biz u qatlamni qorin parda osti qatlami deymiz. Qorin parda osti qatlami demak turli joyda turlicha bo'ladi. Ya'ni uni qalinligi hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Lotin tilida biz uni tela subseroza deb aytamiz. Demak, qorin pardani tushunishimiz uchun, ya'ni a'zolarni qanday o'raganini tushunishimiz uchun mana maxsus chizma yordamida uni tushunib olsak bo'ladi. Faqat bu chizmamiz demak tanani sagittal sathda kesilgan chizmasi. Demak, sagittal sathda mana qorinning mana yuqoriga demak pastki deylik, pastki chegaralarini chizib olamiz birinchi o'rinda va qorinni demak oldingi devori va mana orqa devorini chizib oldik. Endi qorin old devorida bilamizki kindik joylashgan. Qorin pardani chizmasini chizishimizda demak tushunib olishimiz kerak. Qorinning old devori mana kindik va orqasi. Qorin pardani chizmasini chizishimizda turli joydan boshlasak bo'ladi. Misol uchun kindik sohasidan yoki pastdan yuqoridan faqat o'sha joyda qaytib tugatishimiz kerak. Men endi kindik sohasidan boshlayman. Demak, qorin parda shakllanish davrida shuni tushunib olishimiz kerak. Yuqoriga qarab shakllanadi. Ya'ni yuqoriga qarab shakllanadi. Yuqorida nima joylashgan? Mana diafragma. Diafragmani ostida endi bizga ma'lumki jigar joylashgan bo'ladi mana. Demak, jigar joylashgan bo'ladi. Endi qorin parda yuqoridan mana diafragma sathiga chiqadi. Diafragma sathiga chiqqanidan so'ng u bir qancha bo'ylamlar orqali, misol uchun bittasi jigarni o'ng va chap bo'lakka ajratib turadigan ligamentum falciforme, ya'ni o'roqsimon bo'ylam. Va bundan tashqari ligamentum coronarium, tochsimon bo'ylam va demak ligamentum triangularis dexter et sinister, ya'ni uchburchak simon, endi umuman olganda uchburchaklari. O'ng va chap bo'lakda o'ng va chap uchburchaklar bo'ladi. Aynan mana shular orqali demak jigarga o'tadi. Demak, e'tibor qilamiz, qorin bo'shlig'ining oldingi devoridan yuqoriga chiqib, diafragma ost sathiga o'tdi, undan jigarga o'tdi. Men yuqorida aytgan 3 ta bo'ylam orqali jigarga o'tdi. Jigarga o'tganda bizga ma'lumki faqat bitta joyi qorin parda bilan o'ralmaydi, bu area nuda. Ochiq maydoncha deb biz uni aytganmiz. Area nuda sathi u yerga diafragma tegib turadi va u qorin parda bilan o'ralmagan bo'ladi. Endi jigardan qayerga o'tadi? Demak, jigardan mana bilamizki, bu tomonda demak oshqozon. Demak, mana oshqozonni chizib olamiz endi oshqozon. Oshqozonni demak bitta narsani tushunishimiz kerak, bu ko'ndalang kesmasi. Oshqozonda endi jigardan mana oshqozonga o'tadi. Bo'ylam hosil qilib oshqozonga o'tadi va bu bo'ylamni biz jigar oshqozon bo'ylami deb aytamiz. Ya'ni ligamentum hepatogastricum deb aytamiz. Ligamentum hepatogastricum orqali oshqozonga o'tdi. Endi bizga ma'lumki oshqozondan yuqorida mana demak ostium kardiakum orqali diafragma, ya'ni qizil o'ngach. Demak, qizil o'ngach oshqozonga kelib birikkan qismi va demak mana shu yerda jigardan qizil o'ngachga ham o'tadi. Va bu bo'ylamni endi biz
jigar qizilo'ngach boylami deymiz. Ya'ni ligamentum hepatoesophagealis deymiz. Ligamentum hepatoesophagealis. Va shu o'rinda bitta narsani unutmasligimiz kerak, old tomonda demak diafragma o'rab turibdi. Va jigar bilan diafragma o'rtasida ham boylam bo'ladi. Demak, ligamentum hepatophrenikum. Va mana bu yerda endi biz bilamizki, bu tomonda 12 barmoqli ichakni mana yuqoriga qismi bor, boshlanish qismi. Jigardan 12 barmoqli ichakni o'sha qismiga ham boylam o'tadi va biz buni ligamentum hepatoduodenale deymiz. Aynan mana shu 4 ta boylam, demak bular qaysilar? Ligamentum hepatoesophagealis, jigar qizilo'ngach boylami, ligamentum hepatogastricum, jigar oshqozon boylami, ligamentum hepatoduodenale, jigar 12 barmoqli ichak boylami hamda jigardan endi yuqoridan va old tomondan to'sib turgan bo'ladi jigarni, bilamiz, jigardan diafragmaga o'tgan boylam. Ligamentum hepatophrenikum. Aynan mana shu 4 ta boylam eslab qolishimiz kerak, hurmatli talabalar. Bu kichkina charvi hisoblanadi. Kichkina charvini biz omentum minus deymiz. Demak, inson tanasidagi kichkina charvi aynan mana shu 4 ta boylam sathida hosil bo'lar ekan. Endi oshqozonga o'tdi. Oshqozonni kichkina egriligi sathiga o'tadi. Jigardan oshqozonni kichkina egriligi sathiga o'tgandan keyin bu ikkiga ajraladi. Ya'ni oldingi va orqa varoqqa ajraladi. Oldingi varog'i oshqozonni oldingi, orqa varog'i orqa devoridan aylanib o'tib, oshqozonni katta egriligi sathida oshqozonni to'liq o'radi shunda. Katta egriligi sathida bular yana birlashadi. Va endi oshqozondan, demak, bu tomonda joylashgan ko'ndalang chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak sathiga o'tib ketadi va ko'ndalang chambar ichak sathiga o'tib, bu yana ikkiga ajraladi. Demak, ko'ndalang chambar ichakni mana bu tomondan va bu tomondan mana o'riydi ikkita varog'i va o'sha oldingi qorinning oldingi devoriga qarab tushadi bitta varog'i. Ikkinchi varog'i ham aynan uni ichiga tushib, mana yana bitta halqani hosil qiladi. Va bu yerda demak 4 ta qavatdan iborat bo'lgan ikkita halqa hosil bo'ldi. Demak, takrorlayman, bu yerda 4 ta qavatdan iborat bo'lgan ikkita halqa hosil bo'ldi va mana shu demak sathni biz inson tanasidagi katta charvi deymiz. Ya'ni omentum maius. Demak, kichkina charvi bu yerda edi, katta charvi aynan mana shu yerda hisoblanadi. Endi bu qayerga boradi? Endi bu demak o'zini mana yo'nalishi bo'yicha orqaga borib qora taloq. Mana qora taloqni o'raydi. Qora taloqni o'rab bo'lgandan keyin demak endi bu och ichak hamda yonbosh ichak sathiga, ya'ni ingichka ichak sathiga kelish kerak bo'ladi. Endi men ingichka ichakni mana ko'ndalang kesimida, endi chunki sagital sathida kesilganini chizdim va bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak, ichaklarni har birini alohida o'raydi. Mana bundoq qilib, mana har birini alohida o'rab, orqaga mana qorinning orqa devori sathiga keladi mana. Har birini alohida o'raydi. Va aynan mana shu narsani biz ichak tutquchi deb aytamiz. Demak, ichaklarni barchasini o'rab bo'lgandan keyin endi bu qorinni mana orqa devori sathidan, orqa devorining oldingi yuzasidan, demak, bilamizki, bu yerda tushuvchi chambar ichak bor. Tushuvchi chambar ichakni uch tomonlama o'raydi hamda S-simon chambar ichak bor. S-simon chambar ichakni o'raydi, sigma-simon ichakni. Undan keyin orqada bizga ma'lumki, demak, to'g'ri ichak joylashgan. To'g'ri ichak aynan to'g'ri ichakni demak yuqoriga qismiga keladi. To'g'ri ichakdan keyin demak bilamiz, ayollarda bu yerda demak bachadon va undan oldinda mana siydik qopi joylashgan bo'ladi. Demak, to'g'ri ichakni o'rab, to'g'ri ichakni yuqoriga qismini to'liq o'raydi. O'rta qismini demak uch tomonlama o'raydi va pastki qismini bitta tomonini o'rab,
Endi bu mana bu yerda mana pastda chuqurlikni hosil qilib, demak, bachadonni o'raydi. Va bachadon yo'nalishi bo'ylab tushib, yana bitta chuqurlikni hosil qilib, siydik pufagini o'raydi. Va shu yo'nalishda demak davom etib o'sha boshlangan joyida kelib bu tugaydi. O'sha uchun ham mana bu yerda demak ikkita chuqurlik. Mana demak bu chuqurligimizni biz to'g'ri ichak bilan bachadon o'rtasidagi chuqurlik deymiz. Mana bu yerdagi chuqurligimizni bo'lsa, demak bachadon bilan siydik pufagi o'rtasidagi chuqurlik deb aytamiz. Lotin tilida aytadigan bo'lsak, excavatio recto uterina, bunisi bo'ladigan bo'lsa excavatio vesica uterina deb aytiladi. Mana shu yerda demak ikkita chuqurlik hosil bo'lar ekan. Demak, hurmatli talabalar, mana yana o'sha birinchi mulyajimizga qaytdik. Endi a'zolarni qanday o'rashi? Demak, qorinparda a'zoni agar hamma tomonidan o'rasa, unday a'zo intraperitoneal a'zolar guruhiga kiradi. Agarda qorinparda a'zoni 3 ta tomonini o'rab, bitta tomonini o'ramasa, unday a'zo mezoperitoneal a'zolar guruhiga kiradi. Agarda qorinparda a'zoni bitta tomonini o'rab, qolgan 3 ta tomonini o'ramasa, unday a'zo ekstraperitoneal a'zolar guruhiga kiradi. Endi hamma tomonlama o'ralgan a'zolarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'rinda aytib o'tishimiz kerak, mana oshqozon, demak hamma tomonlama o'ralgan, ko'ndalang chambarichak, hamma tomonlama o'ralgan, demak bular intraperitoneal a'zolarga kiradi. Och ichak hamda yonbosh ichak, bular ham hamma tomonlama o'ralgan bo'ladi. Shuningdek, ko'richak, uning chuvalchangsimon o'simtasi, essimon ichak, qora taloq, bachadon kabi a'zolar ham hamma tomonlama o'ralgan a'zolarga kiradi. Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, 12 barmoqli ichakni yuqorida mana buni orqa tomonda bo'ladi. 12 barmoqli ichakni boshlanish qismi hamda to'g'ri ichakni yuqorigi qismi ham intraperitoneal a'zolar guruhiga kiradi. Endi hurmatli talabalar, mezoperitoneal a'zolar, ya'ni 3 tomonlama o'ralgan a'zolar. Birinchi o'rinda bunga biz mana jigarni misol qilishimiz mumkin. Yuqorida men buni aytib o'tdim. Bitta tomoni, ya'ni areya nuda sathi o'ralmagan bo'ladi. O'sha uchun ham bu mezoperitoneal, ya'ni 3 tomonlama o'ralgan a'zolar guruhiga kiradi. Bundan tashqari ko'tariluvchi hamda tushuvchi chambarichak 3 tomonlama o'ralgan a'zo hisoblanadi. Va shuningdek, siydik pufagini to'lgan holatdagi holati. To'lgan holatdagi siydik pufagi bu 3 tomonlama o'ralgan. Agar siydik pufagi bo'shagan holatda bo'lsa, bir tomonlama o'ralgan a'zolar guruhiga kiradi. Va 3 tomonlama o'ralgan a'zolarga to'g'richakni o'rta qismi ham kiradi. Endi bir tomonlama o'ralgan a'zolar, ya'ni ekstraperitoneal a'zolar. Ekstraperitoneal a'zolarga me'da osti bezi, 12 barmoqli ichakni pastga tushuvchi qismi, buyrak usti bezi hamda siydik yo'li va to'g'richakni pastki qismi, demak bularning barchasi ekstraperitoneal a'zolar hisoblanadi. Endi